Şarkı Türkistan Cumhuriyeti sürgün hükümetinin Vatan davası hakkındaki bayonatı. 2011 yılı 4. ayının 22. günü. Amerika Qo'shma Shtatlari Washington. Şır bulup yol baskı men yol vermedim. Qancha yıllar azap tartıp tevrenmedim. Ger özsümü öz beşimdin eğir kıllar. Vatan ve din millet dep yavgı baş eğmedim. İstibdat zorluk, şermisiz baskınçılık, alemu insaniyet gülzarıga buzgunçuluk. Erkin azat yaşamak insaniyetin şanıdır. Şun zeherliktir bu yolga kim kılır buzgunçuluk. İnsanlar üçün insan kurmaktı tuzak kapkan. Her yakta eğri erman, bek az tepilir derman. Her kaysıda bir davası kuruk ıgva. Gah şöhret, gah resva bulmak bilen her devran. Davası adalettir, icrası rızalettir. Gavgası cehalettir, ol heyran, bol veyran. Bitsun, kurusun dünya, köysün, tügüsün dünya. Hiç yaşımısın dünya, şu çağda biter erman. Abdülaziz Mahsum eserlerdi. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz vatandaşlarımız. En ahırkı ötüp ketken tahminen 250 yıllık asaret tarihini hesapqa almaganda, Şarkı Türkistan halkı asırlarca hür ve müstakil yaşap gelmekte bulup, ötkenki asırның dastlabki yerimide yurtimizning Qashqar ve G'ulji viloyatlarida arka-arkadan kurulup dunyoga jagalangan müstakil Şarkı Türkistan Cumhuriyetleri bolsa, mana bu kahraman ecdatlarımızın milli gaye ve iradesinin dünya tarihinde kaldırıp ötken enik namayandesidir. Biz bu yerde yukarıda izhar kılınan kahraman ecdatlarımızın izbasarları bulu sübütümüz bilen sürgündeki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti hükümeti namedin bütün Şarkı Türkistan halkıga cümleden bütün dünya cemaatçiligiga şunu keskinlik bilen yana bir qitim namoyon qilmoqchimizki, yurtimiz Şarkı Türkistanning faqat ve faqatla birla davası bulup, u bo'lsa-mu bosqinchi Xitoylar tarafidan zo'rlik bilan besib olingan tuproqlarimizning mustaqillik davası bulup, u hargizmi Xitoy ve uning himoyachilari targ'ib qilayotgandek oliy muxtoriyat yoki dushman Xitoy bilan mushtarak holda demokratiya ve inson haqlariga kafolatlik qilish asosiga qurilg'isi federatsiya davası emasdir. Yurtimiz en ahirki qitim 1949 yılı Komünist Xitoy bosqinchilari tarafidan ishg'ol qilinishidan tortib ta hozirgacha bo'lgan taxminan 60 yillik muddat ichida Şarkı Türkistan xalqi Komünist Xitoy hukmronligiga qarshi davomli uzluksiz holda mücadele qilib kelmoqda bo'lib, yaqinqi o'tib ketgan 30 yil ichida yurtimizning har qaysi joylarida yuz bergan milliy ozodlik harakatlari, masalan 1980 yilning boshlarida Feyzabad ve Qashqar viloyatlarida yuz bergan milliy ozodlik harakatlari ve qo'zg'olonlar 1990 yili Baren'de vücutga kelgan Baren inqilobi, 1996 yili Xoten'de yuz bergan Xoten qo'zg'oloni, 1997 yili G'uljida yuz bergan G'ulji qo'zg'oloni ve 2009 yili yurtimizning Toshkentda Urumchida yuz bergan Urumchi qo'zg'oloni xalqimizning milliy ozodlik yo'lida elib bormoqda bo'lgan
milliy inqiloblarının namoyandasi bo'lib, bular hargizmi boshqalar bozorga serayotgandek xalqimizning bosqinchi Xitoyning yurtimizdagi hukmronligini qabul qilgan sharti ostidagi barobarlik va demokratiyani tashabbus qilguvchi atalmış avtonomiya da'vosi uchun ilib berilgan nishonsiz ahmoqona harakatlardan emasdir. Qurtulush yo'lida Sharq Turkiston xalq tarafidan elib berilmoqda bo'lgan yuqorida izhor qilingan milliy inqiloblarimizning haqiqiy g'oyasi va mohiyatini ichimizdagi to'g'riliqni ko'rolmaydigan bag'ri ko'r milliy munofiqlar bilolmay yoki bilgan taqdirda ham o'zlarining ko'zlagan manfaatlarini nazarga olgan holda uni qasddan bilmaslik selib bilib og'ziga kelganini jo'ylab yurguni bilan buni Xitoylar toza o'tadi. Shuning uchun bular xalqimizning ozodlik yo'lida elib bormoqda bo'lgan bunda tavranmas irodasidan qo'rqib davomli endisha va rahatsizlik ichida turmoqda bo'lib, kommunist Xitoy hukmronligi o'zlarining Sharq Turkiston xalqini butunlay yo'q etishdan iborat eng oxirgi g'oyasiga yetmak uchun mazlum xalqimiz ustida qo'lidan keladigan har turli inson qalbidan chiqqan vahshiyliklarni va suiqasd hiyla mikrlarni yurgizib kelmoqda. Masalan, Xitoylarning xalqimiz ustida elib bormoqda bo'lgan qirg'inchilik harakatlari, ya'ni uçuk aşkara yoki yoshirin o'ldirish, tutqun qilib turmalarga tashlash, zo'rlik bilan bostirish xalqimizning g'oyasi, tarixi, diniy e'tiqodi, milliy kimliklari va milliy jo'grafiyasi haqida turmalangan saxta ma'lumot yasab tarqitib xalqni qaymoqtirish yoki aldash ve her türlü suikast ilmiklerlerini işletiş yolları bilen halkımızın jangovarlığını yo'qotish, tug'utcheklash ve şunun bilen birge yurtimizga millionlab Xitoy ko'chmanlarini olib kelib yerleştirish orqali xalqimizning naslini quritish, hatta xalqimizning til-yazib ve urf odatlariga nomussizlarcha hujum qilish orqali xalqimizning aslini yo'qotish ve vatanimizning yer osti ve üstü boyliklarini xohlaganicha talon-taroj qilish yo'llari bilan o'zining yurtimizdagi davlat terrorchilik siyosatini yurgizib kelmoqda. Xitoy hokimiyati o'zining yuqorida izhor qilingan xalqimiz ustida yurgizmoqda bo'lgan zo'rlik siyosatlarini ijro qilishda o'zlarining tarixdan beri xalqimiz ustida yurgizib kelmoqda bo'lgan o'zining yig'ida o'zining go'shini qo'rishdan iborat az bedel to'lash bilan eng chong qutuqqa erishadigan ilmiy kiralik usuli bo'lib, Xitoylar o'zimizning yig'i bilan o'zimizning go'shini qo'rishda ichimizdagi ak bilan qarani, to'g'ri bilan xatoni, do'st bilan dushmanni ve haq bilan botilni farq etish iqtidori bo'lmagan milliy munofiq vatan xoinlarini tanlab ve topolmagan taqdirda undaqlarni tarbiyalab yetishtirib, andin ularning qo'llari bilan amalga oshirib kelmoqda. Xitoy hukumati o'zining yig'ida o'zining go'shini qo'rish siyosatini burun asos jihatdan vatanimizning ichidilla yurgizib kelgan bo'lib, yurt deshida texi bundaq bir vaziyat shakllanmagan edi. Lekin yaqinqi yuqorida izhor qilingan 30 yillik muddat ichidagi Xitoy hokimiyatiga qarshi elib berilmoqda bo'lgan milliy mujodalaning yurt deshidagi taraqqiyotiga ergashgan asosda chet ellardagi muhojirlar tarafidan yurtimizning milliy ozodligini ko'zlagan asosda elib berilmoqda bo'lgan milliy harakatlar natijasida
әмділа еңідін баш көтірішке başlagan milli davayimizni yok etishni maqsad qilgan holda o'zining shu ayni o'zining yig'ida o'zining go'shini qo'rish siyosatini xalqaralashtirishga resmiy başlaganligiga bir qancha yil bo'lgan bo'lib, atalmış mashhur Uyg'ur rahbarlaridan biri bo'lgan Erkin Elibtikinning izbasari Rabia Qadir başlığıda yurtimizning mustaqilligini to'nimaydigan demokratchi Xitoylar bilan birlashgan asosda yurtimizning mustaqillik davosini qat'iy tilga olmaslik shart ostida elib berilmoqda bo'lgan atalmış ana Uyg'ur rahbarligidagi vatan davosi buning birdan bir jonliq misolidir. Pisi bilen ay qarang'isida tepşada Erkin bilen Rabia'dan ibaret bu bir erkek ve kişi rehberlerinin bir-biriga şu kadar maslaşkanlığı hiç heyran kalarlık vaka emas bulup, bularının geçmişleri ve gayilleri bir-birinden anca fark kılmaydı. Biri vatanda tug'ilib u yerda Xitoylar tarafidan tarbiyalanib yetiltirgan bo'lsa, yana birisi garchi Xitoyda tug'ilib balaliq chig'dilla chet elga chiqib ketgan bo'lsa-mu, yanada toki hozirgacha shu ana ko'rgan, ot ko'rgan Xitoylarning ta'siridan hech xoli bo'lolmay kelayotganligidan bo'lib, har ikkisining udul va vasliq yo'llari bilan Xitoyga borgan va'dalari bor. Rabia o'zining vatandagi vaqtida har qanday yerda va har qanday sharoitda Xitoyning davlat butunligini parchalaydigan har qanday harakatga qarshi chiqadiganligi haqida butun Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Xitoyga qasam bilan va'da berib chiqqan atalmış Uyg'urlarning ma'naviy onasi va ularning milliy rahbari bo'lgan bo'lsa, o'zining vujudi Xitoydan qutulgan bilan ruhi dunyosi 60 yildan beri ör dunyoda yashab turibmi, yanada Xitoyning ta'siridan qutulolmagan Erkinning Xitoyning ör dunyodagi taslimchilari va uning himoyachilariga Rabia'ning vatandagi chig'ida Xitoyga bergan yuqorida izhor qilingan Xitoydan ayrilmaslik va'dasining dal aynısını berib kelishdir. Onun yıllardan biri demokrasiyachi Xitoylar bilan vatanning mustaqilligini tilga olmaslik sharti ostida tuzgan ahdnomalardan boshqa yana Xitoyning davlat butunligini resmiy to'nigan asosda Sharq Turkistonning mustaqillik davosiga hissdoshlik qilmaydigan organlarga arzimas pulga vatan davosini burmilab setib, hiç namus qilmasdan shu vatan setishdan kirim qilgan tapovet bilan atalmış vatan davosini qilishidir. Masalan, Amerikadagi Uyg'ur Amerika jamiyati va Germaniyadagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan Amerikadagi National Endowment for Democracy, yani NED deb ataladigan demokratiyani tashabbus qilg'uchi organdan yurtimizning mustaqillik davosini qat'iy tilga olmaslik sharti ostida vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik davosini setish badaliga bir qancha yildan beri yiliga 400 ming Amerika dollaridan elishi Erkin va uning destekçilerinin vatanga yoki Xitoyga bormay turibmi, yoki vatanda yoki Xitoyda yashamay turibmi, asalla vatanni arzimas pulga sota oladigan vatan xoinlaridan ekanligining dalil isbotidir.
Bu yerda shuni qat'iy e'tirof qilishimiz lozimki, Rabia Qodir asli tug'ma millatchi bo'lib, buning vujudida o'zining xalqining irodasiga xiloflik qilgan holda vatanni setish mavjud emas edi. Hatto har qancha pul lozim bo'lib ketgan taqdirdami, keyingi zamonlarda Xitoyning g'amxo'rligida barpo qilingan o'ziga oid mol-mulk va tijoratlardan topgan pullarining nechidan birini umr bo'yi butun urutgan jal-jamoatlari bilan yetib yesimi umr bo'yi yetar edi. Lekin bu bechora ayonning vatandagi chig'ida hammaylanga ayon bo'lgan Xitoy bergan hiliqi, Xitoydan ayrilolmaslik va'dasidan toki hozirgacha yeni bilish u yoqda tursin, xuddi u bergan va'dasini qat'iy ijro qilmasa, Xitoyga o'z qo'llisi bilan javob qiladiganligidek qiyofatdagi jo'ylib paloq ishlari bizni ko'p endisha va parishonlikqa solmoqda. Gerçi biz bundan bir qancha yil avval yuqorida ismlari elingan atalmış rəhbərlərinin vatanning mustaqillik davosini qat'iy tilga olmaslik shart ostida elib barmoqchi bo'lgan sotqinlik harakatlarini darhol tashlab, Xitoyning asarati ostidagi mazlum xalqimizning qurtulushi uchun hech foydali ish qilib berolmagan taqdirda ham hech bo'lmaganda haq bilan botilni farq etgan holda yurtimizning milliy ozodlik yo'lida kurash qilmoqda bo'lgan mujohidlarimizga va ularning tashkilot va organlarimizga to'sqinlik qilmaslik haqida qayta ogohlantirish bergan bo'lsakmi, lekin ularga qanchalik e'tibor berish u yoqda tursin, aksincha o'zlarining muxtoriyatchilikdan iborat taslimchilik tusini olgan Xitoyparastlik harakatlarini pardozlab, uni dunyo jamoatchiligi oldida yurtimizning haqiqiy davosi qilib bozorga serish orqali o'zlarining xoinlik qilmishlarini qonunlashtirishga urinmoqda. Bular o'zlarining vatan davosi deb ko'k ko'tarayotgan narsalarini shunda to'plab qo'g'digan holda bozorga soladiki, biz falanca anamızın rəhbərligidəki vətən işçi və sırtıdakı bütün Şərqi Türkistan xalqıga yetakçilik qilish salohiyatiga ega bo'lgan birdan-bir organ hukunchi tashkilotning falani yerdagi mandaq yerlardan yiliga manch puldan iqtisodiy ta'minot bilan ta'minlanadigan tashkilotning kadrlari yoki a'zolari biz anamızning qusug'dilla yetarlik siyosiy qo'lli bilan tushgan yoki umrida da'vo tijorati qilib lobbichi bo'lib atalgan da'vo sepidagi mashhur siyosiylarning rahbarligida shundoq yetishib chiqdiki, garchi Xitoyga va Xitoyning parçalanışını xalamaydigan organlarga va'da berib, ularni xotirjam qilib qo'yganimiz bilan va'damizga amal qilmay, o'zimiz bilganini qilamiz. Ular bizning nima ish qiladiganligimizni bilmaydi, hatto bilgan taqdirda ham bilmaslik soladi. Har qanday ishqa bo'libmi da'voga iqtisod yoki pul kerak. Biz moddiy va ma'naviy jihatdan başqalarga tayanmasdan yolumuzni topa olmaymiz va yetmoqchi bo'lgan manzilga yetib bora olmaymiz. Va shuning uchun xo'jayinlarimizning sizib bergan sizig'idan chet. Lekin qilgan ishlarimiz haqiqiy da'voga muxolif kelgan taqdirda ham lekin niyatimiz yomon emas. Deganga o'xshash fatvolarni to'qib, o't zaman yegan eshakdek davomli boshqalarning nuqtasiga beshini tiqib, haqiqiy fidokorlik ko'rsatmaslik. Hatto vatan millatning ozodlik yo'lida butun borlig'ini taqdim qilgan holda
mücadele kılıvatkan. Lekin vatan davasını bularning o'lchimi bo'yicha bular yetkazgan saviyaga yetkazib, to'pchang chiqarib yetolmaganlar oldida ko'rdingmi, qilgan davoying haqiqiy davo bo'lmag'achqa, hatto haqiqiy davo bo'lgan taqdirda ham uni qonlashtirib qilishni bilmaganliging uchun biz topgan yerlarni topolmaysan. Hatto topsangmi sana ular bir narsa bermaydi. Chunki sening qilgan yoki qilmoqchi bo'lgan davoyingni xalq e'tirof qilmaganligi uchun deganga o'xshash tetqisiz so'z va ma'til qiliqlari bilan boshqalar oldida ko'ranglashlari bizlarni hayron qoldirmoqda. To'g'ri, bular tarafidan vatan davosi deb tunilgan davo xalqaroda haqiqatan burunga qaraganda hassilab tunildi. Biz tunilmay kim tunilsin? Heliqi $200,000 bilan ta'minlanadigan atalmış teşkilatlarının rəhbərligidəki atalmış Uyğur rəhbərlərini yetiştiriş guruhinin maaşlıq inqilabçıları toxtamay dünyanın hər qaysı joylarida dava qilib çantuzan chiqarib yetib borsa, hatto tunilgandimi shundoq tunilib ketdiki, xuddi faqatla bir qism zamonga moslashmaydigan jahil bölgünç unsurlardan başqa her qandaq Sharqi Turkistonlik Xitoyning yurtimizdagi hukmronligini e'tirof qilgan holda avtonomiyadan boshqa narsani istamaydigandek va vatanning ichi va tashida Xitoy qarshi elib berilmoqda bo'lgan norozilik, isyon, qo'zg'olon va ölüp berişlerinin hemmisinin zadıla Xitayning bizlerinin özü bergen avtonomiyalik hukuklarımızını depsende kılavatkandak tunulup bütün cahanne Xitaydan ayrılmaslık yoki ayrılalmaslıktan ibaret Xitayperestlik ve teslimçilik tusunu algan vatan satqınlık kaplap gitti. Neticede halkımızın Xitaylarını besivelingan tuproqlarimizdan taltukis to'g'lab chiqarib, mustaqil Sharqi Turkiston qurib chiqishdan iborat haqiqiy da'vo xalqaroda tunilmay yoki azroq tunilishga boshlagan taqdirda ham yo'ldan ozgan buzg'unchi milliy munofiqlarning qilmoqda bo'lgan ta'tir tashviqotlari natijasida dünya cemaatçiliğinin nazarida baş götürüp turalmay kömürüşke başlamakta. Onundan başka yana bilip durup qasdan haqiqatga ko'z yumguchi bu kafirlar o'zlarining hujoyinlaridan olgan vazifalarini oshirib urullab demokratiyadan iborat o'zlarining egiz götürüp algan şuarga xilaflık kılgan halda özleri bilen o'xshash fikir ve g'oyida bo'lmagan her qandaq shaxsiy ve teşkilat yoki organlarga tish tirnig'i bilan qarshi chiqib ularni hatto Xitoyni o'ylab topolmaydigan suiqasd hilmikilar bilan yo'qitishdek shumliqlarni qilib kelmoqda bo'lib, bularning başqalar üstüden qasdan fitne fasad taqitish, başqalarga her türlü siyasi, iqtisadi ve hatta ahlaki töhmetlerni to'qib chaplash orqali ularning obro'yini tükep sestish yoki xalqdan seskindirib, yolg'iz qoldirib, o'zlarini xalq ichida ulug'lashga tirishmoqda. Bular özlerinin bu rezil kılmışlarını başkalarga, yani başkalarga emas, hatta özlerinin dairesi içindeki özlerine nispeten sadakatmerlikini tuluk ifadalab berelmegen yoki fikir yoki ish hareketlerinde kichikkina chetnab ketib qolgan odamlarga ham shundoq tuhmat chaplab
ses taktikasini kullanmakta bulup, bunun örneklerini burun bular bilen işbirligi kılgan yoki hozirgacha o'rtaq manfaatlarini nazarga olgan asosda qo'l sunsa yangning ichida deb bir-birini yurishib yurgan odamlarning og'zidan chiqayotgan ahu faryodi yoki cho'qallaridan aniq ko'rib olg'ili bo'ladi. Uningdan boshqa bular yana Rabiyaning boshlig'idagi bu ta'tir ig'vochilar o'zlarining iymonining yo'qligidan yoki oztili bo'lgan taqdirda ham uning bek sustligidan, hatto ba'zilarning butun koinotni yaratgan Allohni ham inkor qilish yoki uningga ham tuhmat qilish natijasida vujudga kelgan qilmishlari sababidan vatan millatning milliy manfaatiga keltirmoqda bo'lgan ziyonlarni ozdab, hatto kommunist Xitoy hukumati ham tartibsiz qilishga jur'at qila olmaydigan rezil qilmishlar bo'lib, bularning islomiyatni to'liq qabul qilgan asosda musulmondachilikning 5 farzini to'liq ijro qiluvchilar ustidan, hatto Allohning Qur'ondan iborat butun koinotga asos qonun qilib tushirilgan kalomida uning qil deganini qat'iy qilish va qilma deganini qat'iy qilmaslik prinsipiga asoslangan holda tuproqlari bosqinchi kofir Xitoylar tarafidan zo'rlik bilan ishg'ol qilib olingan asoratli xalqning ozodlik uchun hayotini bag'ishlab Xitoy hukmronligiga qarshi jihad e'lon qilgan shahid, g'ozi va mujohidlarimizni ham josuslik bilan ayblab, yanala o'zlarining xatolarini to'g'ri chiqarmoqqa urinishlari haddidan oshgan sharmandalik edi. Ular o'zlarining begunoh xalqimiz ustidan bo'libmi Xitoyga qarshi qurolliq mujodala safidagi qarindoshlarimiz ustida chiqargan xato hukmlarini to'g'riga chiqarmoq uchun agar biz ularni ayblamasak, dunyo jamoatchiligining oldida terrorchi yoki terrorchilarni desteklovchilardan bo'lib turilib kelib, ulardan elayotgan ta'minotlarimizdan ayrilib qolamiz deb o'zlarini qo'g'dashga urinishidir. Eng oxirida xalqimizning samiga shuni selib qo'ymoqchimizki, vatan davosini qilish, bo'libmi vatanni ozod qilish oldi bilan otalarning yoki onasidan erkak bo'lib tug'ilgan o'g'lonlarning burchi bo'lib, hargizmi onalarning yoki xotin qizlarning burchi emasdir. Vatanni palonchi onam ozod qiladi yoki qilyotidi deb chetga chiqib berishning ne qadar namus ish ekanligini nimishga bilgichiligimiz yo'q. Ayol kishiga qolgan da'vo mana mushundaq fojialik oxirlashadi qarindoshlar. Ayollarga vatanning davosini tutqizib, talog'i chiqarib yetadigan mushundaq mantiqsizlikni faqat dinimiz islomla emas, hatto Allohni tunimaydigan kommunist tuzumini rad qiladi. Analar yoki ayol qizlarimizning zulm ichida tortmoqda bo'lgan alam masrat va ohu zarlarning ularning o'zlarining og'zi bilan yoki vositalik holda dunyoga anglangani albatta da'voga foydali. Lekin mayli Rabiya Qodir onamizni va yoki boshqa ona yoki xotin qizlarimizni cho'qon to'litish yoki ularning ko'z yoshlarini boshqalarga ko'rsatib maqsadga yetamiz degan xayolda ularni milliy ozodlik hisobimizning oldiga qo'yib olishimiz yoki chiqarib olishimiz, hatto ularga yurt ichi va teshidagi milliy ozodlik da'voyimizning rahbari degan eg'ir
vazifelerini ortib qo'yib, biz Sharq Turkistonning butun erkeklari bu mazlumlarning orqasida menish emas, hatto ularga hamma yukni ortib qo'yib, orqasidan mangmay, o'zlarimizning bilganini qilib, aniq qilib yurish emas, Allohning yo'liga xiloflik bo'lib, musulmon Sharq Turkiston xalqining milliy g'ururiga qilingan eng buyuk haqorat va ahanetdir. Vatanning ozodligi ko'z yoshlari bilan qo'lga kelmaydi, qarindoshlar. Vatanning ozodligi bo'libmi yurtimiz Sharq Turkistonning ozodligi faqat va faqatla uning ishqida aziz jonlarini berishga rozi bo'lgan 100 minglarcha shahidlarimizning qani bilan qo'lga kelganligini qat'iy esimizdan chiqarmasligimiz lozim. Aziz vatandoshlar. Asoratdagi bir millatning qulluqdan ozod qilinishining zurriyati oldi bilan shu asoratdagi millat ichidagi onalar va xotin qizlarning namusini va sharafini qo'g'dashning asosiga qurilganligini obdan bilishimiz lozim. Shuning uchun Rabiya xonimga o'xshash onalar va xotin qizlarning da'vo qilamiz deb cho'qon tovlab ko'chaga chiqib olmasdan da'vo va vatan ozodlik ishlarini otalarga yoki erkaklarga qo'yib, uylarida bolalarni yaxshi tarbiyalab yoki ayollarga munosib keladigan ishlarni qilib, da'vo va ozodlik yo'lida kurash qilmoqda bo'lgan qahramon millatiga orqa saf turib destek berishini istaymiz. Ammo onalar yoki xotin qizlarimizni vatan ozodlik sipining oldiga o'zinglarni atmanglar deyishning o'zi xato. Chunki bularni shunday qilishga majbur qilgan narsa ichimizda sapning oldiga onalardan yoki ayollardan burroq chiqadigan g'ururliq otalarning yoki erkaklarning mavjud bo'lmaganligidan, hatto mavjud bo'lgan taqdirda ham ularning sonining yetarlik bo'lmaganligidandir. Chunki bularni shunday qilishga majbur qilgan narsa ichimizda sapning oldiga onalardan yoki ayollardan burroq chiqadigan g'ururliq otalarning yoki erkaklarning mavjud bo'lmaganligidan, hatto mavjud bo'lgan taqdirda ham ularning sonining yetarlik bo'lmaganligidandir. Vatanning ozodlik yo'lida har qanday narsani, hatto aziz jinini ham ayamaydigan farzandlarni tug'ib, yetishtirib chiqishning o'zi vatan millatga qo'shgan eng buyuk tuhfadir. Bizning bu yerda erkak bo'lish sifatimiz bilan onalarni yoki xotin qizlarimizni oldingi safga chiqmayli deganimiz hargizmi ularning jangovarligidan yoki talantlaridan qizg'anganligimiz bo'lmasdan, balki ularni qadrlaganligimiz va osirganligimizdandir. Janobi Alloh ayollarni mana shunday qilishga yaratgan. Ya'ni ayollar erlardan jismoniy badan qurilish jihatda ojizroq bo'lib, ayollar davomli erlar tarafidan qo'g'dirilib, osirilishga muhtojdir. Shundaqla vatan da'vosi qilish, bo'libmi vatanni ozod qilish va uni qo'g'dash majburiyati ham erlarning zimmasida bo'lib, hargizmi uning aksincha emasdir. Büyük ehtiram bilan Anvar Yusuf Turani, Sharq Turkiston surgundi hukumati bosh ministri. 2011-yili 4-oyning 22-kuni. Amerika Qo'shma Shtatlari, Washington. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.